Lacetti ishqibozlari uchun juda ham yaxshi sassenadi 1.8 motor bilan jihozlangan Lacetti avtomobilini ko'rsataman. Xo'p, juda ham navrochenniy mashinamiz. Mana bu ezigar pultini o'zini $500 ga taqdim qilyaptilar. Bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Oyog'iga 4 ta yaxshi balon taqib qo'yibdilar mana. Balon holatlari, oldiga led farar taqilgan, votidosh, kuzib shumizolyatsiyalar bo'lgan salon holatlari. Mana bular sidinlar poni elektrik qilingan bu yoqda. Mashina o'zidan siljiydi, yuradi. Ya'ni 2 sidinasi originali qo'yilgan, rol taqilgan. Mers rol 271.542 km tabloda turibdi. Tabloni poni alishtirib, maktofonlari bilan Dubaydan chaqirtirgan ekanlar. 2 bar qo'yilgan, video registrator mechigar pultini aytdim. 90 tali metan gazda motorlarni yaqinda qildirib qo'yibdilar. 1.6 korobka ham qo'yib qo'yilgan. Mashinaning hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Bemalol ko'rib proverka qilib tekshirib olasizlar. Oldida diqqat etgan joyi bor ekan. Qolgan joylari chotki ekan. Bemalol ko'rib tekshirib proverka qilib olasizlar. Yo'q narx kanamizdan kechki bozordan olib mazza qilib haydashingiz uchun